Limit-suv issiqlikni kelganmiz. Narxlarini tanishlaman. Soatga 300 so'm. Birin-ketin issiqliklarga tushdi, boshlaymiz. Issig'ini yonida sal menimcha gradusi yaxshiga o'xshaydi. Har holda havaskorlarga, birinchi tashrif buyuruvchilarga yaxshiroq deb o'ylayman. O'z-o'zimizni azoblaymiz. Yozda quyosh ostida issiq suv. Atrofda videoga olmayman. Emotsiyalar bilan bo'lishamiz. Issiqlik, naq issiq boshlanishi. Rồi mà không được. Ana 이게 추워요. Birdan tushdi, o'zlari bilmayman. Asosda tanani o'rgatib tush kerak ekan. Birdan kuyitilar ekan. Xullas, menga yoqadigan narsa issiq buloqdan chiqib, muzli suvga tashlaymiz. Buloq ichida internetda mashhur baliq mazaj bor ekan. Narxlar kimga qiziq bo'lsa, faqat oyoq qotirib o'tirsangiz 500 so'm, uni so'kirib yotsangiz 1000 so'mni tashkil qiladi. Videoni pauza qilib o'qisangiz bo'ladi. Mana shu buloq haqida ma'lumot 48 gradus ekan va agar sizda Qirg'iziston kelishgan imkoniyat bo'lmasa, o'zbekistonda issiq buloq Buxorodagi qaysi sanatoriyda ham bor edi. O'sha sanatoriy haqida biladiganlar yozib ketsin to'liq ma'lumotni. Sizga rahmat.